Toshkent shahrida boshqa hududlardan kelgan haydovchilar uchun taksichilik qilish taqiqlandi. Endilikda har bir taksichi faqat o'z viloyatida harakatlanadi. Ya'ni yo'nalishsiz taksi xizmatini ko'rsatayotgan haydovchilar endi faqat litsenziya kartochkasida ko'rsatilgan hudud doirasidagina ishlashlari mumkin. Bu demak, yana minglab biz yurtdoshlarimizni haqorat qiladigan, shovinistik, past nazar bilan qaraydigan Rossiyaga yana ishlashga borishga majbur qilishini anglatadi. Noqonuniy taksichilik qilish ko'payishini anglatadi. Viloyatlikdan keladiganlar ayrimlari nopok militsiya xodimlariga qo'liga tushib, yem bo'lishiga. Transport vazirligi ma'lum qilishicha, bu talab 2010-yilda ham hukumat qarori bilan belgilangan bo'lib, endi ushbu tartib qaytadan kuchga kirdi va hozirgi me'yoriy hujjatlarda aniq belgilab berildi. Sizlarga og'irligi tushayotgani yo'q shularni. Sizlar yordam bermaylik, o'tishimiz xalaqit bermaylik, iltimos. Bu talab Toshkentdagi tirbandlikni oldin oladimi yoki ishsizlik oshishiga sabab bo'ladi? Fikrlaringizni izohlarda qoldirib, bu xabarni Toshkentda kira qilayotgan tanishlaringizga yuborib qo'yishni unutmang.